Tak, endi ikkinchi dars. Temalar ketdi, promptlar ketdi, boolean ketdi. Tak. Hop. Misol uchun keyingi narsa const ichiga 10 sonni saqlab qo'ydik. Mana bu o'zgaruvchini ichiga 10 sonni saqlab qo'ydik. Endi bunga qanaqa qo'shsa bo'ladi? Ya'ni mana shuni xullas vazifamiz mana shu sonni, mana turgan sonni 11, 12, 15, 16 qilish. Yoki misol uchun mana bunaqa deyishinglar mumkin. Misol uchun const'imizda o'zgaruvchi ochamiz. Num 3 yuzda num qo'shilgan misol uchun 5 qilsak, mana bu 15 qilishimiz mumkin desanglar bo'ladi. Lekin mana bu o'zgaruvchini ichida hali ham 10 son turibdi. Mana bu o'zgaruvchini ichida mana bu num 10 qo'shib 5 15 turibdi. Bunda 15, bunda 10 turibdi. Tekshirish uchun nima qilamiz? Log qilamizda num. Ikkinchisini log qilamizda num 3 10 15. Endi men aytayotgan narsa buni emas, mana shuni o'zini, mana shuni ichida 10 emas, kattaroq son bo'lib qolishi kerak. Tak, uni qilish uchun birinchi yo'li bunaqa qilamiz. Num plus log num qilaman-da. Bu ishlamaydi. Sabab bor. Hozir tushuntirib beraman. Mana bu konstanta, to'g'rimi? Konstanta bilan variable ochdim. Bu 10 ga teng. Buni ichki narsani o'zgartirib bo'lmaydi, chunki const. Let qilsam, let num ichida 10 edi. Men aytaman, num deyman, mana bu plusdan 1 qo'shib beradi. 1 qo'shadi. Keyin mana JavaScript birinchi qatorda tepadan pastga kodni o'qiydi. Birinchi bu qator o'qiydi, keyin bu yoqqa tushadi, keyin buni o'qiydi. Keyin oxirida console log qiladi. Birinchi mana 10 bor. 10 ga 1 qo'shadi, console log num qiladi. Shunda bunday ko'rsak 11 bo'lgan. Qarasam, mashina o'zi ko'payyapti. Agar minus qilsam, shuni o'zi kamayadi, 9 bo'ladi. Endi keyingi narsa, men misol uchun aytaylik, mana bu 1 qo'shadi, 1 ayiradi. Minus 1 ayiradi. Misol uchun 2 qo'shmoqchi bo'lsam-chi, bunaqa deyman. Num teng deyman. Num teng 10 edi. Endi men aytaman, num teng 10 emas. Endi num teng numga. Bu degani num o'zgaruvchini ismi. Mana bu numdan value oladi. Mana bu value 10. Mana shu numda 10 turibdi. 10 ga 10 turibdi. Hozir 10 turibdi. Plus 2 desam bo'ladi, qarasam plus 5 desam bo'ladi. Plus 2 deylik. Mana bu 10 plus 2. Ya'ni aytaman, num teng 10 ga edi. Endi aytaman, num teng bo'lsin 10 plus 2 ga 12 ga. Endi oxirida mana console log num qilaman. Tepadan pastga o'qib tushganda bunday qilsam 12 bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu variable o'zini ichidagi sonni ko'paytiramiz. Qo'shuv 5 qilsak bo'ladi. 15 bo'ladi. Xullas shunaqa. Mana bu yerda let yozmaganim sababini aytdim. Let faqat o'zgaruvchi ochayotganda let yozamiz. Qolgan payt mana xuddi o'zgaruvchini ichidagi qiymatini o'zgartira olmayman bu yoqda. Shuning uchun bu yoqda let kerak emas oldiga. Bu yangi o'zgaruvchi bo'lsa let kerak. Num qo'shuv 5. Shunaqa qilib o'zgartiramiz. Keyin mana xuddi mashina qisqa varianti bor. Bunaqa qilsa bo'ladi. Teng plus teng 5 ga. Mana buni hozir o'chirib turaman. Mana bu narsa bor-ku, num plus teng 5 ga. Desam, mana 15. Agar minus desam, 5 ayirib tashlaydi. 5 qoldi. 10 dan 5 ayirdi, 5 qoldi. Xullas mana bu qator bilan bu qator bir xil narsa, ikkalasi bir xil. Faqat mana 4-chi bu qatori qisqartirib yozilgan. Mana bu qatori qisqartirib yozilgan. Bunaqa yozsa ham bo'ladi, bunaqa yozsa ham bo'ladi. Xullas mana shu. Qo'shish ayirish shunaqa bo'ladi. Sinab ko'rsanglar bo'ladi. Bunda misol uchun ko'paytiruv, bo'luv, hammasi ishlayveradi. Ko'paytiruv, bo'luv, yana bir nimalar kirib ketadi ichiga.
keyin mana internetdan qilsanglar bo'ladi. JavaScript logical operators degan temada bu. Internet mana buni ko'ringlarchi. Mana o'sha boyagi oldingi dars ko'rsatganlarim katta kichkina tengmas bitta ko'p misollar bilan bularni hali o'tganim yo'q. Iflarni o'tmadik. Comparison ekan-ku bu. Logical qani ekan bu yoqda. Mana chiqib. Logical. Xullas. Hop bu ketdi. Bular ketdi. Hop shu joyda ozgina domni ham o'tib bermoqchiman. Misol uchun domdan ozgina, ko'p emas, ozgina o'tamiz. Boya h1 turibdi, mana bu h1. Aytaylik, mana bitta pi turibdi. Ichida nimadirlar bor, klassi bor. Klass aytaylik, mana buni text deylik. Mana buni header deylik. Agar misol uchun mana bizda ikkita elementimiz bor, h1 bilan pi bor. Mana shuni CSS da o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni mana qilardik. Misol uchun birinchisi nima edi? ID mi? Reshotka header deymizda, background color red deymiz. O'shada ikkinchi klass bo'lgan tochka qo'yaman-da, text deyman. Background color green deyman. O'xshadi. Xullas, mana bu elementlarni boshqa faylda bu yerda tanlab olish uchun ID bo'lsa reshotka, klass bo'lsa tochka olib tanlayman, keyin o'zgartiraman. JavaScriptda ham shunaqa. Misol uchun aytaylik, mana buni ichida tekst o'zgartirmoqchiman, boshqa tekst qo'ymoqchiman. Hop, JavaScriptda mana bularni tanlab olish uchun mana h1 bilan p ni bunaqa birinchi olib kelib olamiz. Misol uchun mana h1 mana shu narsani bu joyga olib kelib olamiz. Bu bunaqa bitta o'zgartirish ochaman, const deyman, h1. Misol uchun mana bu yoqqa bu o'zgaruvchini ismi, xohlagan ism qo'ysam bo'ladi. Farqi yo'q. Men просто h1 dedim. Endi olib kelib olish uchun mana buni olib kelib olishim kerak. Document get element by id deymanda, id'sini ismini yozib qo'yaman. Document dom bilan interakt qilish uchun document kerak. Document get element. Ingliz tilini bilsanglar, mana shu aytadiki, elementda id'si bo'yicha olib kelgin deyapti. id'sini ismi header deb yozdim mana. id'sini ismi header. Shuni olib keldi. Mana h1, mana bu yerda turgan h1 mana JavaScriptga olib kelib oldim. Endi misol uchun log qilaman deb h1 ko'rsam, mana h1. Ko'rdinglarmi, olib kelib oldim. Agar endi aytishlar mumkin, misol uchun mana buni olib kelishim kerak, endi pini misol uchun anaqa deyman, const deyman, o'zgaruvchi ochaman. Ya'ni mana bu h1 olib keldim-da, mana bu o'zgaruvchini ichiga saqlab qo'ydim. Mana shu turibdi. Bu o'zgaruvchi. Mana pini olib kelaman. Document get element by id text sam. Qarang, pini tekshiraman. Tekshirsam, ko'rasizlar, null. Hech balo yo'q ichida. Mana xuddi mana olib kelyapman. Document get element by id text. Endi mana ko'rasizlar, bunda id yo'q, bunda class. Biz aytamiz id'si bo'yicha olib kelganmiz. Endi buni boshqacha yozamiz. Get element by, mana har xillari bor. By class name. Faqat buchi class name e'tibor bersangiz elements, bu bir nechta elementlarni olib kelib qo'yadi. Get element by name, by tag name. Mana buni aytsam bo'ladi. Get elements bu ham ko'pchilik ma'noda. By class name. By class name desa, mana get element by class name text desa, mana olib keldi. Ko'rasizlar, faqatchi mana bunaqa list ichida, HTML collection ichida. Mana list ichida olib kelib berdi-da. Misol uchun 0-inchisi desam, keyin page chiqadi. Notebookchi kerak emas hozircha kerak emas. Mana class name bo'yicha, id bo'yicha olib ketyapti. Keyin mana bunaqa yo'lni ishlatishadi. Query selector all bor, mana bunisi bor. Query selector, mana document query selector. Endi mana bu yoqqa
yozamiz text. Faqat mana query selector deganda bu anaqa ko'p narsa bo'yicha qidiradi-da query selector. Bizni aytib ketishimiz kerak. Tekstmi? Bu tekstni nima bu? Klassmi yoki idmi? Buni qaramiz. Bu klass. Klass bo'lsa nuqta qo'yamiz. Mana ochib turay. Klass bo'lsa nuqta qo'yamiz. Mana p ni olib keldi. Agar id bo'lsa, reshotka qo'yardik. Query selector bo'lganda shunaqa promptga qo'yiladi, aytiladi. Yo'q, klassmi, idmi, bu nima bu? Mana reshotka qo'ysak, bu yerda null, bunaqa narsa yo'q. P ni ichida mana bu o'zgaruvchi ichida null, hech nima yo'q. Text. Chunki bu klass. Agar men mana misol uchun klass emasdi, id qilganimda mana tos klass bo'yicha olib kelyapman-ku. Bu yerda mana null. Endi yoqqa reshotka qo'ysam, bu yerda keyin bu chiqadi. Endi hozircha men sizlarga tavsiya qilaman. Bu ham yaxshi, lekin id mana bu tezroq ishlaydi. Faqat get element by id qilganda eslarda bo'lsa, meniki shart emas. Bu class yoki id deyish, mana bunaqa reshotka qo'yish shart emas. Nimaga desanglar, bu faqat idsi bo'yicha olib keladi. Agar query selector desanglar, unda bu yoqqa qo'yish kerak. Query selector ham klassi bo'yicha, ham idsi bo'yicha olib keladi element. Agar mana bunda get element by idsi bo'yicha. idsi bo'yicha olib keladi. Bu tezroq ishlaydi. Tezroq anaqa fetch qilib keladi. Domni. Ishonmasanglar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun qarang, anaqa qilamiz. Time start console.time and time start nida console.log time deydi. Boshlanganida JavaScript performance console.time and hozir qaysi bir tezroq ishlashini ko'ramiz. My timer. Hop, mana bunaqa ekan. Console.time deylik. Get element by id deymiz. Bu mana bu yerda fiksировать qilib oladi. Manba boradida JavaScriptdan turib mana shu elementni olib kelib beradi. Hop. console.time end qilsak, get element by id deb yozsam, faqatcha qo'shtirnoqlari ham bir xil bo'lishi kerak. Mana bitta boshladi, vaqtni hisobga oldik. Elementni borib ushadi. Mana bittaga elementni olib keldi. Vaqtni to'xtatdik. Shunda 0.05 millisekundda ketyapti. Xullas anaqa soldi. Endi xuddi shuni idsi bo'yicha olib kelamiz. Query selector bo'yicha olib kelamiz. Mana qilaylik. Get element by id emas, p mi? P2 qilaman deb get element by id emas. Query selector deyman. Unda точка qo'yish kerak, to'g'rimi? id ku bu. id da reshotka qo'yamiz. Bu yoqqa reshotka qo'yamiz. Get element here. Uning uchun query select timer. Buni ham query select timer deylik. Qaranglar, endi mana bu query select by id. Bu query select. Lekin 9 bu boshlandi. Bu adashgan. Tak, mana o'rnidan o'tgan hozir.
Hop, gateway ID mana bu millisekund. Lekin bu qaranglar, o'zi men sizlarga aytdim, mana bu tezroq dedim, lekin mana bu sekinroq dedim. Lekin men performans ko'rsanglar, bu birinchisi 0.05 da olib kelyapti. Bunisi undan tezroq kelyapti, Core Selector. Nimagadir vaziyat shunaqa bitta internetdan tekshiruvchi gapirsa which is faster, get element by ID yoki Core Selector deylik. Qani performance of how internetdagilar nima deyapti ekan. Core Selector usually slightly faster. Yo'q, adashibman, mana faster when grabbing IDs. Makes me wonder if I just Core Select all data. If somebody wants to research further, the answer doesn't matter. You can. There's a lot of people saying it doesn't matter. Most of the reason I'm fairly valid. No one mentioning difference between. Very important. Don't miss update. Selector since if you're used get ID. Select node. Xullas borku, mana bu yerda update'lar bo'lganmi, nima bo'lgan? Oldin tekshirganimda mana bu tezroq edi, lekin hozir bizda mana bu tezroq ishlayapti. Odamlarning fikrini o'qiganimizda nima deyapti hamma? Mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, this is false dotda get element by ID is double fast. Mana query selectorga nisbatan get element by ID 2 barobar tezroq ishlayapti. Together you need to increase the amount of execution milliseconds. Bu misol uchun hozir mana bu joyda bilinmasligi mumkin, lekin kattaroq proyektlarda bilinadi. Mana bu get element by ID bunga nisbatan 2 barobar tezroq ishlayapti. Ya'ni hozir bu keysni nimagadir yaxshi to'g'ri ko'rsatmayapti-yu, nima? Mana unaqa qilish kerak. Sonli. Xullas shunaqa. Endi bittasi mana bitta yana bitta aytadiki, there's a lot of people, doesn't matter. Bu yerda mana bunaqa aytadi. Ko'pchilik aytadiki, farqi yo'q. Buni ham ishlatsa bo'ladi, lekin bular ikkalar o'rtasida katta farq bor. Most of the reason failure. Query selector static, maybe live. Query selector static data qaytaradi, element by ID live data qaytaradi. Buni keyingi darslarda tushuntiramiz, static nima, live nima. Buni update qilganda avtomatik bu yoqqa update bo'lib ketadi. Buni qilganda bu bo'lmaydi. Mana shunaqa narsa static. Boshqasi. No, mashtadan researchlar qilsanglar bo'ladi yana. O'sha performansni test qildik. Endi bu ketdi. Endi keyingi narsa. Misol uchun aytaylik. Men bilan o'chiraman. O'chirdim. Buni o'chirdim. Tak. Pini olib keldik. Mana turgan pini olib keldik. Endi pini olib kelaman-da. p.text content bo'lsa from JavaScript. Classlam hello from JavaScript bo'lib qoldi. Ya'ni pini olib keldim. Endi aytaman. Pini ichidagi text contentni, o'zi text content mana pini ichidagi mana o'tiribdi. Endi aytaman, pini ichidagi text mana bunga teng bo'ladi deyman. Shunda bu o'zgarib qoldi.
refresh qilsam ko'rasan, mana flick bo'lyapti. Birinchi загрузка bo'layotganda, mana bosaman-ku, загрузка bo'layotganda, birinchi mana загрузка bo'ladi tekst, keyin JavaScript ishga tushadi. Esingizda bo'lsa dfr degan narsa bor. Keyin JavaScript tushadi, tekstni o'zgartirib qo'yadi. Bu tez ishlayapti, unaqa ko'rinmayapti, lekin ana shu yerda shu o'zgarish bo'lyapti. Endi qaranglar. Mana buni boya dynamic dediga, live node dediga, endi mana shuni qaranglar, query selector bilan qilib ko'raman. Query selector deyman. Bu id bo'lgani uchun buni qo'yaman. Yo'q, uni ham shunaqa. Ishlab. Amayli. id tursin. Text content degani p ni ichida tekst bo'ladi degani. Endi hamda eslatib bo'lsa, birinchi kursda ham qilganmiz. Elementda ham hamma HTML ko'rsataman. Element console JavaScript uchun element bor. Birinchi kiraman, kirganimda mana p turibdi. Mana p. Mamutdagi p turibdi. Xo'p. Endi qarang, mana p ni klassi yo'q, to'g'rimi? Klass yo'q. Endi mana shu p ga klass qo'shmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Indeksga kiramizda klass deymiz, misol uchun test qo'shamiz, to'g'rimi? Qo'shsak mana bayni ochaman. Test degan klass qo'shiladi. Endi mana shu klassni, mana JavaScriptga turib qo'shmoqchiman. Mana shu elementga qo'shmoqchiman. Uning uchun nima qilaman? P deyman. Classless add deyman. Misol uchun JS deyman. Mana P ga class listiga add qo'shish degani ayt. JS. Sam qo'shmadi-ku. P class list add JS. Hozir log p qilaylik. Log p. Sal noto'g'ri P class list add. Mana qilamiz. Mana qilgan, uzr. Ozgina xato qilib qo'ydim. P class list add JS. Sam p ga class qo'shib berdi. Qani bu yerda tekshiraylik. Mana class JS. Shunaqa qo'shamiz. Agar o'chirmoqchi bo'lsam, misol uchun p classlist.remove deyman-da, klass yozib qo'yaman. Xullas, JavaScriptdan turib p ga tekstni qo'shyapmiz. Klass beryapmiz, mana add qo'shish. Qolsa klassni o'chirib tashlash, remove o'chirib tashlash. Yo'q, klassi bo'lmoq. Tak, endi ketdi. Endi misol uchun aytaylik, mana body'ga, body'ning ichida hech narsa yo'q. Body'ga id beraman. Body deb yozaman. Mana body bor. Mana shuni JavaScriptda turib olib kelib olishimiz kerak. Awesome const body deyman. Document id body deyman. Mana mamutdagi body'ni olib kelib oldim. Endi mana shu body'ning ichiga div qilmoqchiman, qo'shmoqchiman. JavaScriptda turib div qo'shmoqchiman. Buni olib kiraman-da. Body deyman. Birinchi anaqani o'rganamiz. JavaScriptda turib div yasashni o'rganamiz. Qanaqa qilish kerak? Misol uchun const deyman, new element degan o'zgaruvchi ochaman. Document create element deyman. Div yozib qo'yaman. Mana o'zgaruvchi ochdim. Buni ichiga saqlayapman. Buni ichiga bitta narsa saqlayapman. Ya'ni mana bu narsani saqlayapman. Bu nima? Document create element. Inglizchadan bilasizlar, create paydo qilish, element paydo qilish. Div degan element yasayapman. Qayerda mana bu ichida div turibdi. Ishonmasangiz tekshiramiz. Log new element deyman. Mana div, ko'rdingizmi? JavaScriptda turib, mana console div yasadim. Endi mana bu divga misol uchun klass beraman. Mana qilaman. New element class list add container degan klass beraman divga. Mana div class list. Endi div ichiga text qo'yaman, text qo'yaman. Uning uchun new element text content deylik. From JS deylik. Mana qarang, div bor, teksti bor, klassi bor. Lekin ekranda yo'q. Chunki mana bu div JavaScriptda turibdi, qarang. Buni JavaScriptdan HTML ga o'tkazish uchun
Biza qaranglar bunday qilamiz. Body turibdi. Mana shu bodyni ichiga qo'yishimiz kerak. Mana bu div, mana bu div, mana bodyni ichida paydo bo'lib qolishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bodyni olib kelishimiz kerak. ID'si bo'yicha mana bodyni olib keldik. Getter id. Mana body ham turibdi. Div yasadik, class berdik, text qo'ydik. Mana kerak emas. Endi deymiz body dot append. Bodyga aytamiz. Body append degani boqib olamiz. Body mana bu biza yangi ochgan element bor-ku, mana bu div. New elementni o'ziga bola qilib ol. Body bola qilib ol. Biz ochgan div. Bunday qilamiz. Mana. Ko'rdingmi? Elementga kiramiz. Bodyni bitta bosing mana. Biza mana qilgan div. Bu yoqda turibdi. Lekin buni bu yoqqa tushib qoldi. Biz yasagan div mana bu yoqqa tushdi. Xohlagan elementinglarni yasasanglar bo'ladi. Xohlagan elementinglarni turib yasasanglar bo'ladi. Bu yoqda. Keyin bu yoqqa qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun aniq narsa yasaymiz, qarang. Bizada so'raydi. Misol uchun aytaylik, bunaqa qilamiz. Const deymiz. Product name deymiz. Product name. Const product price deymiz. Const product image deymiz. Birinchi JavaScriptga kirganimizda prompt bizga savol beradi. What is the product name you want to sell? Birinchi bizga prompt savol beradi. Qanaqa produkt ismi nima? Sotmoqchi bo'lgan, misol uchun OLX deylik. Sotmoqchi bo'lgan produktning ismi nima deydi? Ismini promptda yozamizda, unga saqlab qo'yadi. Keyingi savol prompt. What's the price of product? Sen sotmoqchi bo'lgan produktning narxi necha pul deb so'raydi. Keyin esa prompt deymiz. Please upload image of product. Rasmini yuklayapmiz. Sotmoqchi bo'lgan rasmini yuklayapmiz. Xo'p, birinchi mana savol berishni boshladi. Produkt qanaqa produkt sotmoqchisan? So'sh OLXga o'xshagan sayt bo'lsin. Keyin aytamiz, javoblarni oldik, saqladik misol uchun. Keyin deymiz, div yasaymiz. Div deymizda. Div deymizmi? Document create element. Div yasaymiz. Hozircha men bitta mana shuni comment qo'yib turay. Hozir nima yasamoqchi bo'lganimizni sizlarga ko'rsatib beray. Hozir aniq narsa yasamoqchimiz. Div bo'ladi. Class card bo'ladi. Ichida image bo'ladi. Image bo'ladi. Misol uchun p bo'ladi. Get deylik. Price bo'ladi $150. Tak, hozir. Misol uchun mushu sotmoqchi edim. O'zi ham hayron bo'ldi. Mana mushuni sotamiz. Hozir просто nimasiga stil berib olay. Xullas, bunaqa narsa yuklamoqchimizda. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, endi qaraylik. Mana shunaqa narsa qurmoqchiman. Faqat
Bu qarang, men qurgan narsam har doim qotib turadi. Men JavaScriptda quraman mana shu narsani, JavaScriptda quramiz. Men buni o'chirib tashlay. Men buni hozir comment qo'yib qo'yaman. Xuddi mana shuni JavaScriptda yasashimiz kerak. Faqat bizni so'ragan savollarga binoan. Bizga uning uchun bitta div kerak, to'g'rimi? Idish div kerak. Div yasadim. Div yasadim. Divga class beraman. Class.add class listda card degan class list beraman. Hop. Endi nima? Divni ichida nima bo'lish kerak? Bitta img bo'lish kerak, bitta p, ikkinchi p bo'lish kerak. Hop. img yasab oldim. Endi constantlar bitta p kerak, p1 deylik. Misol uchun p kerak. Keyin yana bitta p kerak. Hop. img bitta p, ikkita p. Bularda klass yo'q. Bo'lmam. imgda source bilan source bor, alt bor. Hop. Div yasadim. Bu yasadim. p1 yasadim. p2 yasadim. Endi qarang. Rasm bor, bitta p, ikkita p bor. Endi aytaman. Rasmni mana rasmni source rasm bo'lishiga to'g'rimi? Yo'q, rasm qo'yamiz. imgni source'iga rasm qo'yamiz. Bu yerda aytaman. img.source'ga teng bo'lsin. Mana biz rasm yuklaymiz-ku, prompt bizdan so'raydi, rasm yuklanglar deydi. Mana rasm. Mana yoqqa qo'yamiz. imgni source'i bunga teng bo'lsin. img nima edi? img mana biz yasagan element. Endi aytamiz. p1 dot ichidagi text content teng bo'lsin product name ga. p2 text content teng bo'lsin product price ga. Bunga teng bo'lsin. Endi aytamiz. Endi qarang. Bizda div bor. Divga class berdik. img bor, p bor, yana bitta p bor. imgni ichidagi source'iga rasm, mana biz yuklagan rasmni olib qo'ydik. Text content. Mana p1 textiga product ismini qo'ydik. p2 ni textiga product price ni qo'ydik. Mana bilan ichida hali hech nima yo'q. Bular bo'm-bo'sh. Savol beradi, javob beramiz, keyin saqlaydi. Savol beradi, javob beramiz, keyin saqlaydi. Bu ham shunaqa. Endi bular hozir hammasi alohida turibdi. Bu ham div ham alohida. img p bu ham alohida. Hozir hammasi alohida turibdi. Lekin indeks qanaqa bo'lishi kerak? Mana ko'ringlar-da. Qaranglar. Bular alohida degani mana bunaqa turibdi. Mana bunaqa turibdi. Div alohida, img alohida, p alohida, bu p alohida. Hozir mana uchtasi divni mana bu div ichida bo'lishi kerak. To'g'rimi? Mana bu katta div bo'lsa, mana bu div bo'lsa, div ichida mana bular bo'lishi kerak uchalasi. Bizda alohida turibdi hozir bu. Endi mana bu uchalasini mana bu div ichiga tiqamiz. Uni tiqish uchun mana buni qilish osonroq yo'li bor. Uni keyin ko'rsataman. Hozircha mana shu yo'lni qilib turamiz. Tak. Ichiga mana bu divga mana bularni o'ziga bog'lab qolish kerak. Mana bu uchalasini ham div o'ziga bog'lab qolish kerak. Div append img bog'lab qol. Div append p1 div append p2 bog'lab qol. Div append esinglardan bog'lab qol. Bo'ldi. Endi misol uchun men nima yozsam bu yerda chiqmaydi. Chunki mana bu divim, mana biz div yasadik, class berdik, bularni yasadik, bularni ichiga tekstlar, rasmlar qo'ydik. Mana shu hammasini, mana uchalasini div ichiga tiqdik mana bu yoqda. Lekin hammasi JavaScriptda. Hali bu joyga olib kelmadik. Mana buni o'chirib tashlayman. Bu yoqqa olib kelmadik. Bu yoqqa HTML ga qo'yishimiz uchun mana bu yoqqa body'ni ichiga qo'yishimiz kerak. Body'ni olib kelib olamiz. Mana bu yoqda olib kelib olamiz. Body name document getter
deb yozaman. Bunda badini olamanda. Qanaqa edi? Badi dot append. To'g'rimi? Yoki append child qilsa bo'ladi. Hozir append. Badiga aytyapman. Badi, mana badi. Append o'zingga bola qilib ol. Mana bu div. Mana biz ochgan, mana bu div bor-ku. Biz ochgan div. Shuni bola qilib oladi o'ziga. Nima qilaman? Bola qilib oladi. Tak. Shunda hammasi tayyor. Va boshqa bilan bitta tekshiring. Mana birinchi aytaylik. Hozir mana. Hop, o'chiraman. Qaranglar, boshqatda. Nima sotmoqchisan? Aytaylik. Mushumidi? Mushuni nimaga? Породы кошек deydi. Британская, бенгальская кошка, сиамская кошка. Mana Scottish. Qulog'i, yo'q, qulog'i boshqacha ekan. Bu 213-guruhdagi Azimjon degan bolaga o'xshar ekan. Xullas. Mana so'rayapti, qanaqa nima produkt sotmoqchisan? Cat, mushuk, parodasi, misol uchun Scottish, to'g'ri yozaman. Mana shakl fold deydi. Mana bu mushuk sotmoqchiman. Okey. Keyingi savol beradi. Nechta pul sotmoqchisan? Mana birinchi bu savolni berdi. Endi bu savolni beradi-da, menga javob berdim-ku, buncha saqlab qo'ydi. Bu savolni beradi, saqlab qo'yadi. Hop, nechta pulga sotmoqchisan? Aytaylik $250. $250. Okey. Rasmini yukla deyapti. Hop. Scottish fold emish deydi. Rasmini shunda olaman. Hozircha mana shunaqa olib turaman. Olamanda. Rasmini yuklayman. Ping bossam, ko'rdinglarmi? Mana DOM bilan dynamic interact qilyapmiz. Agar mana shu narsani boya JavaScriptda yasadim-ku, bu yoqda har doim bir xil bo'lib qotib turadi. Lekin JavaScriptda qilganim uchun, misol uchun men boshqa rasm qo'yishim mumkin. Meniki boshqa narsa yozishim mumkin. Misol uchun mebel sotaman yoki mashina. Hozir qilinglar, misol uchun nima sotmoqchisan? Car aytaylik. Nima deymiz? Tahoe. Car Tahoe sotmoqchiman. Narxi necha pul? $75,000. Rasmi. Hop. Tahoe image deydi. Tahoe. Mana qo'yamiz. Tahoe chiqadi. Xullas shunaqa. Ikkinchi dars ham tugadi.